Короче, menga normalniy bir yigit kerakda 2 kunga. U men bilan gaplashish kerakda, keyin men tashlab ketish kerak, bir figurasi takoy qiz bilan ketib qolish kerak. Keyin men siqilishim kerak, onasining yonsidan, keyin ishlashim kerak, kuchuk bachchada ishlab milliarder bo'lib ketishim kerak. Bormi shunaqa yigit? Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Malohatda e'tiboring. Hozirmi? Hozir. Yuzim zilfizarda, xayollarda. Sochlari ambardur, shamollarda. Ikki yuzi qizilgan, uyalganidan. Malohat. Jon. Agar mana shu 1 oy ichida 10 mingta obunachi yig'sa, menga nima berasiz? Nima berasiz? iPhone 7 olib berasizmi? 17. 10 mingta yig'sam 1 oy ichida. 1 oyda yetsa, 1 oy, 30 kun ichida yetsa, agar olib. Точно. Yo'q. O'rtoqlar, padeshka kerak. Qizlar sizlarning padeshkaligiga ishonaman. Sizlar bahonada iPhone 7 li bo'lvali. 1 oyda o'tib ketsa, hisoblasin. Okey. Iltimos, padeshka bo'lsinlar. Qishon shashini ichib olasiz? 6 ming so'm. Ha? Porsi nima? Ha, bir porsi 6 ming so'm ekan. Bu qanaqa shashli? Salom bolajonlar. Akajon yaxshimisiz? Ishlar yaxshimi aka? Ishonsanglar, hozir hayajonlanganimdan videoni 100 marta o'chirib, 100 marta shunaqa yoqaman. Men tanishmoqchiman sizlar bilan. Asosan men gapirib video olishni xohlamaychi edim, qo'rqaychi edim, uyalaychi edim, qanaqa taassurot qoldirayotganman, nima deb yozish ekan deb qiziqaychi edimda. Qo'rqqanim uchun shunaqa videolar olishga qo'rqardim. O'zim haqimda 3 ta fakt aytmoqchiman. Birinchisi, meni yoshim juda katta. Juda emas, katta. 2008, 2009, 2010 emasman. Asosiysi shu. Yuzimni men kim bir nimalar bilan yuvmayman. Birinchisidan kistam ko'tarmayapti hozirgi vaqtda. Ikkinchisidan tushunmayman qaysi bir qanaqa ishlatilishini. Oddiy men bunaqa sponjdami kim bir nimada yuvaman. Bilmaysizlar degan umiddaman. 3-fakt. Men ajrash arafasidaman. Shuning uchun yomon yozishdan oldin o'ylab ko'raylik ozgina. Nima? Diye kelganmiz. Mahmiye ko'zini ochadi. Mahmiye kim otyapti? Kelindi. Yurak siqilma juda, sanchiyverma dambadam. Iltimos 3 kun ichida sevmayman dushanbadan. Qizini teshib qo'yib uylanmaganman. Tushundingmi? O'sha qizlar gapir, tiling bo'lsa gapir. Birarteni gapir, yoz. Ota-onasi bo'lsa gapirsin. Birarteni qizingni teshib qo'yib uylanganmanmi, ha? Borib o'sha uylangan odamimni otasidan so'rab uylanganman. Qizingni berasanmi deganman. Beraman degandan keyin otasi rozi deb turib keyin nikoh o'qitganman. Mana. Kim u? Qo'shnisi. Kimi qo'shnisi? Xotiningiz qo'shnisi. Mana gapir. Kim u? Eshitib turinglar. Menga. Va alaykum. Oching gironkani. Mana.